Yaqindan buyon Xitoy taratqularida 2020-yili universitetlarni bitirgan Xitoy o'quvchilarini g'arbiy rayonda mangu yerlashishga rag'batlantiradigan tashviqot xabarlari ko'paygan. Bu yil 7-oyning 12 kuni Xitoy taratqularida Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinpingning Xitoy Neft universitetining Xinjiang sinfidagi Xitoy o'quvchilariga yozgan xati xabar qilingan edi. Shi Jinping xitida oliy maktab bitkizgan Xitoy o'quvchilarini Uyg'ur avtonom rayoni qatorliq g'arbiy chegara rayonlarda mangulik yildiz tortishga chaqirgan. Xitoy hukumat taratqulardan Xinhua torining 10-avgustdagi xabarda ma'lum bo'lishicha, 2019-yilning oxirigacha Uyg'ur avtonom rayonini asos qilib, g'arbiy rayonga yordam berish qurilishi bo'yicha 2 yillik to'xtam bilan asosiy qatlamlardagi xizmat o'rinlarida ishlashga kelgan 329 ming oliy maktab o'quvchisining 80%, ya'ni 290 ming nafar Xitoy yosh o'zi ishlayotgan atalmish chegara rayonidagi asosiy qatlamda mangulik yildiz tortishni qaror qilgan. Halbuki Xitoy doiralari Xitoy yoshlarini Uyg'ur diyoriga mangulik yildiz tortishga chaqirayotgan bu mezgil dal 2016-yilning oxiri, 2017-yilining beshida boshlangan 3 milliondan ortiq Uyg'urni lagerga qamash harakatida asldagi hukumat organlari, asosiy qatlam va maktablarda ishlayotgan Uyg'ur ziyolilari, Uyg'ur yoshlari turkum-turkumlab lagerlarga qamalib, Uyg'ur o'qituvchilar maktablardan tamoman siqib chiqarilgan mezgilga to'g'ri kelishi jiddiy diqqat qo'zg'adi. Amerika Olam qatnashi idorasining oliy injeneri, Uyg'ur siyosiy faoliyatchisi Dr. Erkin Sidiq apandi doiralarining navbatda bir chammada ikki paxtak so'qish taktikini yo'lga qo'yib, bir tarafdan Xitoyda bargancha eg'irlashayotgan ishsizlik masalasini hal qilishini, yana bir tarafdan Uyg'ur rayonida Xitoy nüfusini tez orada ko'paytirishni maqsad qilayotganligini bildirdi. Iroq Turkmen frontining raisi va Kirkuk parlament a'zosi Ershad Salihi o'zining ijtimoiy aloqa to'rida bayonot e'lon qilib, Sharqi Turkistonni qo'lladi. Turkmen rahbari Salihi Sharqi Turkiston uchun ittifoqdoshlikka chaqirdi va mundaq dedi: "Bizning Sharqi Turkistonlik qarindoshlarimiz uzun yillardan buyon Xitoyning ziyonkashligi ostida asrda yashayotdi. Begunoh turk qarindoshlarimiz sababsizla Xitoyning jazo lagerlarida tutib turilmoqda. Erkin Türk Cumhuriyetlari, avtonomiyalik davlatlarimiz va hammamiz Sharqi Turkiston uchun ittifoqlashishimiz kerak." Tayvan bilan Amerikaning mudofaa magnati Lockheed Martin F-16 kurashchi aeroplanini zakaz qilish to'g'risida to'xtam imzoladi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 5 burchaklik bino yozma bayonot e'lon qilib, Tayvan bilan Lockheed Martinning 90 dona F-16 kurashchi aeroplanini zakaz qilish to'g'risida to'xtam imzolaganligini aytdi. Bu plan 2026-yili kelishim doirasida tamomlanadi. Bu ahvol Xitoy bilan Amerika munosabati intayin jiddiylashayotgan paytga to'g'ri keldi. Google şirketining bildirishicha, Xitoyning Hong Kong nusxasidagi davlat bexatarlik qonunini e'lon qilganlik sababli mazkur shirkat Hong Kong doiralarining sonliq ma'lumot talabiga javob qaytarishni to'xtatdi ekan. Googlening aytishicha, Hong Kong nusxasidagi davlat bexatarlik qonuni 6-oyda e'lon qilingandan buyon Google Hong Kong doiralariga hech qanday sonliq ma'lumot ta'minlamagan hamda kelgusida bu talablarga bevosita javob qaytarmaydiganligini aytgan. Google bir bayonotda mundaq dedi: "Odatdagiga o'xshash Amerika sirtidagi organlar diplomatik yo'llar orqali jinoiy ishlar tekshirishi uchun sonliq ma'lumot talab qilsa bo'ladi." Amerika Tashqi ishlar ministrligining siyosiy ishlarga mas'ul muavin ministri Xoli Federatsiya tekshirish idorasining vakillari o'mikining kelgusi bir necha kun ichida Livanga yetib kelib, Beyrut portidagi portlashni tekshirishga qatnashadiganligini bayon qildi. Livan RBC partiyasining raisi Semer Kakaning axborot ishxonasining yozma bayonotida rasmiy aloqalashish uchun 3 kunlik ziyoratning bir qismi sifatida Livanga kelgan Holining Kaka bilan ko'rishganligi bayon qilingan. Beyrut portida 4-avgust yuz bergan portlashda 177 kishining qazo qilganligi, 6000 dan ortiq kishining yaralanganligi e'lon qilindi.